Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Yusupov TV. Xo'sh do'stlar, sizlarda ham mana shunaqa mini iPhone bo'lsa do'stlar, mana sizlar uni bemalol iPhone qilishinglar mumkin. Orqasi iPhone kamera, to'g'rimi? iPhone kamera bo'lsa do'stlar, birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi. Mana shu Play Marketga kiramiz. Play Marketga kirgandan keyin poiskga hozir ko'rsataman sizlarga poiskga. Mana do'stlar, iPhone Launcher deb yozamiz. Yozganimizdan keyin mana shu Launcher OS yokida bo'lmasa mana shu Temi Center upravleniya bosasizlar. Men buni ko'rdim do'stlar. Shuning uchun отключить bosamiz, boshda sizlarga shuni ko'rsatib o'tib ketaman. Agar bu yoqmasa, nargisi ham bor, ikkalasini ham ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Kira oladi. Hozir mana do'stlar kirmoqda. Tezroq kir. Kirgandan keyin do'stlar, buni men ishlamagandim, o'zim mana qilgandim. Buni dasturga qilib, keyin mana shuni bosasizlar. Qarchi bosganinglardan keyin mana bu Go Launcherni bosasizlar. Mana kokni bosamiz va do'stlar, mana iPhone bo'ladi o'sha do'stlar. Agar u ham bo'lmasa, Apple nargis xarid endi. Mana shu kiramiz edi. Mana shu kirgandan keyin narga Temi upravleniyani ham ko'ramiz. Mana shuni hozir kirib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Va qanaqa ekan? Lekin buni ko'rman, boyagi launcher osti ko'rdim do'stlar, o'zim shundan ham ishlatib yurdim. Next bosamiz. Next. Do'stlar, lekin nargini bitta tarafi o'zini avvalgidek kodi bo'lib qoladi. Kodini qo'ysanglar do'stlar. Qaranglar. Mana do'stlar, mana shunaqasiga bo'ladi. Xo'sh do'stlar, oxirgisi va mana shunaqa narsalar ham bo'ladi. Qarchi boshlatganda unaqa emas edi. Nu bo'pti, o'shaga chiqqanlaringlardan keyin foto turadi deyap. Keyin mana shu o'rtaga hozir kirib ko'ramiz va kiryapti. Va do'stlar, mana do'stlar, hozir sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Buni zo'r tarafida hozir. Qarchi do'stlar, mana qo'yib chiqib ketdim. Nima bo'ldi? Cho'ta hozir ko'rsataman sizlarga. Qarchi do'stlar, va bunda mana shu yaxshiroq sizlarga launcheros. Va do'stlar, mana keyin buni o'tkazib olasizlar o'zingizlar. Bu yo'g'ini bilsanglar kerak do'stlar, ko'rsatib o'tirmayman. Keyboardga bosamiz, obnovить ketdi, lekin obnovить qilmaymiz. Keyboardda bosilmaydi pilisi. Do'stlar, qarchi shu bilan videomiz Instagramda bo'lsa, har doim shunday.
Короче, do'stlar, video o'z nihoyasiga yetdi. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga spasiba.